Xo'p, trapeziya yuzasini hisoblash. Trapeziya yuzasi S teng A minus B taqsim 2 ko'paytirilgan h formula bilan buni isbotlash qanday bo'ladi? Ya'ni bu yerda biz mana bu yerda balandlik shu qilamiz. Balandlik shu ham h bo'ladi. Mana bu A ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham A ga teng. Xo'p, mana bu qanaqa x deb olaman, bu yoqda esa y deb olaman. Mana bu S1, mana bu S2, mana bu esa S3. Xo'sh, bu yerda mana bu to'g'ri burchak, uch burchak hosillanadi. To'g'ri burchak, uch burchak yuzasini hisoblash S teng 1 taqsim 2 A B sinus alfa. Mana bu 1 taqsim 2 alfa sinus alfa degani har qanday uch burchakning yuzasini hisoblaymiz. Bu yerda alfa 90 gradusga teng bo'lganligi uchun alfa 90 gradusda 1 taqsim 2 A B bo'ladi. Ya'ni sinus 90 gradus 1 ga teng. Bu yerda demak S1 ni qanday topamiz? S1 topishimiz uchun x h taqsim 2 S2 ni topamiz. S2 imiz mana bunga teng AH. Hop, S3imiz HY taqsim 2 ga teng. HY taqsim 2. S umumiy topishimiz uchun S1, S2, S3lar yig'indisi. S umumiy, ya'ni trapeziya yuzasi XH taqsim 2 plus HY taqsim 2 plus AH teng. Endi umumiy mahraj beramiz va h ni tashqariga chiqaradigan bo'lsam x plus h plus 2a h tashqarida taqsim 2. 2a ni a plus a deb olaman. x plus h x plus hop x plus y x plus y plus a ko'paygan h taqsim 2. Hop, demak x plus y plus a degani b ga teng. Ya'ni mana bu narsa 1 plus a h taqsim 2. Ya'ni umumiy yozadigan bo'lsak s trapeziyaning yuzi a plus b taqsim 2 ko'paytirilgan h. Ya'ni to'liq formula isbotlandi.